Zo'r sir aytaman. 90% ayollarda seksual travma bor. Kasallik o'zi yo'q narsada. Dinda ham yozilgan. San Allohdan so'ra, ishon, operatsiyagacha bormaydi. Erkak kishi xiyonat qilsa ajrashish kerak. Unda O'zbekistonda 90% ajrashish kerak. Lesbiyankalar ko'payib ketdi, geylar ko'payib ketdi, bir narsalar ko'payib ketdi. 1000 yil oldindan bo'ldi. Eng katta maktab oila. Men majbur emasman onamga o'xshab sigir sog'ib, non yopib yashashga. Baxtsiz ona baribir baxtsiz qiladi qizini. Hayotingizdagi hech qaysi voqea ko'chadan kelmaydi. Oilamda muammo bor. San, значит, pastelda yaxshi emassan. Seksologga borishga uyalishadi. 100 ta ajrashib ketayotgan oilani 90 tasi bu muammosi pastelda bir-biri bilan kelisha olmasligi. Ha desa, ma deyish kerak. Biz farzand ko'rdikmi? Nida seksa bo'ladi. Seks bu hayot. Xiyonat qiladigan ayolda eri xiyonat qilmaydigan ayolni hech qanaqa farqi yo'q. Seks yaxshi bo'lishi kerak. Hamma narsa o'rganish kerak ekan. Hattoki masalan, erdan qanaqa pul so'rash ham voy deyishardi. Og'zimizni ochib qarab o'tirardik. Eng oson pul topish mumkin bo'lgan joy O'zbekiston. O'zgarishni xohlaydigan odamga imkoniyat kelaveradi. Pul yo'q degan narsa bahona. Qiz bolani hattoki o'zini otasidan ham asrash kerak. Sanga birov qo'lini teksa, men yorib tashlayman deyman. 4 ta farzandning onasi. Jinsiy tarbiya 3 yoshdan boshlanadi. Instagram bu biznes, marketing. Unga ishonish kerak emas.